Şah-ı Sultan Alileri uzun ömür ko'rgaylar. Mehribon ham shafqatlik dunyodagi eng ulug' va qadrlik volidam Turkan xotinga salom. Yanımga yaqin kelsizlar. Anlasam ba'zilar sizlarga chiqimchilik qilibdi. Buzruk ana, to'limi qabohatlik qirg'inchilik yuz beribdi. Bilaman. Buni cho'qim heliqi pastkash turkman xotinning o'g'li yomon g'araz bilan sizlarga chaqdi qachon. U bu dunyoga onasining qo'sqidilla chiqimchilik bilan qo'shkizak bo'lib tushgan nejis. Mong'ollardan qo'rqib, ham mening qipchoq naslidan bo'lgan shahzodalarimga hasad qilib, qasddan shundoq qora chaplayotdi. Deb beqinglar shundaqmi? Daraq. Demak, heliqi pastkash turkman xotinning o'g'li o'zining qilmishlari bilan past naslini oshkorladi. Uning nasli past bo'lgani uchun jamiyatimizning taxt varisi bo'lishga loyiq emas. Faqat qipchoq naslining to'qal xonishidan tug'ilgan shahzodalar taxt varisi bo'lishga loyiq keladi. Buzruk momo, mushu kichik o'g'illarla eng munosib taxt varisi bo'la oladi. Buzruk ana. Barakallah. Yodlarda bo'lsinki, faqat qipchoq naslidan bo'lgan shahzodalar o'sha Mo'ng'ul deganlarni bo'ysundirishlarga yordam qila oladi. Urushga tayyorlansalar, saltanatlari aslaridan hargiz chiqmasin. Biz hargiz yengilmaymiz. Hozir Mo'ng'ullarni bo'ysundirish shon sharaf bizni kutyapti. Bo'ldi. Qaytayversizlar. Bu qatam qotilni etkilish uchun elchilikka bordiganlar yana peshkanlikka uchrashi mumkin. Ulug' qog'on, undaqmi bo'lmas. Sizlarning obdan amolingiz bormi? Samandar Xorazmlik ularning urf odatlarini biladi. Menimcha, u yandash elchilikning o'rdidan chiqa oladi. To'g'ri deysiz. U bo'lsa elchilarning amonligini saqlay oladi. Bosh elchilikka Uyg'ur sanıgan Jinqayni avatayli. O nurg'uniyalarni ko'rgan odam. Jinqay jasoratlik ham farosatlik bu muhim vazifani o'rdidan tamamen chiqa oladi. Ulug' Mo'ng'ul qog'aligining elchisi Jinqay Chingizxonning farmoni bo'yicha hurmatli sulton olilar huzuriga ko'rishkilik keldi. Elchi janoblari, men to'limi shafqatlik bir shohman. Sizlar tayinliq Chingizxoninglar elimizning lashkarchilik ahvolini o'qishga, ina qo'shnidarchilik munosabatini buzishga avatgan heliqi bir to'p ayg'oqchilarning ishi to'g'risida apur so'roqli keldilar-ku deyman. Sulton olilari, kun chiqish tarafda qadamdan tortib noyat qiziqarli bir ibora borligini bilamdilar. Qanday ibora? Quloqni yetib olib qo'ng'iroq o'g'irlash. Ma'nosi nima? Bir o'g'ri boshqalarning mis qo'ng'irog'ini o'g'irligini beribdi. Ammo qulig'imni yetib olsam, boshqalar qo'ng'iroqning ovozini olmaydi deb ahmoqlik qilgan ekan. Bu qapirak. Sulton olilari. Mamlakatlarning o'rta shahrida yuz bergan voqeadan xabarlar bordi. Mazkur shaharning amiri elimizning 500 savdogarni o'ldirib, mol-mulklarini bulayapti. Bu kishini qattiq cho'yishtirgan jinoyat. O 500 odam ayg'oqchi ekan. 500 odamdan birga ayg'oqchilik qiladiganligini anglaganlar yoki ko'rganlar bormi? Siz aşı savdogarlarimizni o'ldirib, mol-mulklarni bulvaga ayliq bulanch o'xshamabsiz. Sulton olilari shuncha dono turuqliq, bu odamning yo'lsizlik qilganligini uqmagan o'xshaydi. Biz Chingizxonning havolasi bilan sulton olilarining bu ish bilan munosabatsiz ekanliklarini isbotlash hamda tinchlikda birga turish niyatlarini bildirish uchun bulanchini ulug' Mo'ng'ul eliga olib bir yoqlik qilishimizga topshirib berishlarini qattiq talab qilamiz. Sulton olilari obdan o'ylashib ko'rgaylar. O'ylashib o'tirishimning hojati yo'q. Mo'ng'ul ayg'oqchilarini o'ldirishga men amr qilgan. Hamma ig'vogarlarni yo'qotish mening burchim. Undaq bo'lsa, sulton olilarining bu gaplarini birma qoldirmay Chingizxonga yetkazay. Xo'sh amisa. Ularni mag'zumanglar. Bu fursat sağını istemeydiğin oldu. Kim olan? Lebey!
Bu ayğaqçını çıkıp kapısını inanla. Sizler nemi qilmoqchi? Nima qilganlar? Men oyroqchi emas. Men Mo'ng'ul elchisi. Unda qo'sa elchi yoqqa kirib olgan ayğaqchi ekansan. Sultan aliylari ta'minlarda bo'lsin. Ata Chingizxonning ulug' qo'shini qinim to'kilgan bu iflos Urgan shahrini tubtuz qilib yetadi. To'xtala. Jinqay, do'zaxga kirishdan ilgari esingga shuni deb qo'yay. Mening qo'lim nega so'sam shu yerga yetadi. Qo'shinimiz bag'onliki joylarda hukmronlarning hammasi peshimni so'ydi. Bir farmonim bilan necha tuman kishilik g'olib qo'shinim hammani supurib tashlaydi. Sening heliqi Chingizxoning tuprog'imizga yerim qadamni bosolmaydi. Mana hozirla uningga O'nin daryosining bosh iqinidan yarlik tayyorlab qo'yaman. Chiqma. Ha? Sultan aliylari u ikkisini ep qilib nima qilamiz? O'zimning o'ylaganlarim bor. Ularni zindaga tashlanglar. Hop! Ha! Ma! Ma!他们想让我做他们的奸细，那我们怎么办？答应他们吧。我们一定想办法从这里逃出去，把这儿的事儿告诉成吉思汗。穆罕默德，出来！你跟那个穆罕默德谈过了？谈过了，他同意做我们的间谍了？伟大的苏丹的意志可以征服任何人的灵魂。好，叫他过来，快点儿。哈哈，真主保佑你！本苏丹亲自接见你，你应该感到无限的荣耀。是。这荣耀将伴随我走完人生最后一步啊！不，我将把这荣耀带进天堂。你是花剌子模人吗？家住玉龙劫赤，是正教徒吗？全能的安拉的仆人。为什么成为蒙古的使者？本人在东方经商，有机会认识了慷慨的世界征服者。当然了，谁也比不上您啊！信仰的保护者，伟大的苏丹。我所统帅的花剌子模，除了西方，我就是西方各国之君，诸国的统治者。我就是全世界的最高统治者。阿拉伯人、波斯人、突厥人、康里人。还有俄罗斯人、阿拉契丹人，无论什么人，他们都必须跪服在我的脚下。我拥有当今世界上最繁华的城市玉龙劫赤，还拥有一支可以使任何敢于抵抗的异教徒立刻毁灭的强大军队。你的那个成吉思汗有什么？他什么也没有。你在敷衍我！我对着安拉发誓，伟大的苏丹，全蒙古草原连一个城市都没有。那些相当于我国的帕克光盐的诺言们，值得夸耀的财富，就是那些不会说话的牛羊马，还有骆驼，还有会说话的妻妾儿女和成百上千一无所有的奴隶们。而常常困扰他们的是难以对付的、想象不到的、不断减少的牲畜和时刻威胁着他们的灾荒和饥饿。依我看，他们那里是穷困潦倒，一无所有。他们有宫殿吗？有，也可以说没有。什么意思？成吉思汗住的地方就是他们的宫殿，
蒙古人称它为金顶大帐，那是一个用毛毡围起来的供诺言人议事的地方。毛毡？对。真是太愚蠢了，全不知道世界上还有用金砖碧瓦建成的宫殿，真正的宫殿。好吧，以后我会慢慢的告诉他们什么是真正的宫殿。我们砍掉他们愚蠢的脑袋，他们就什么也不必知道了。听乃蛮部的太子屈楚律说，成吉思汗有一支强大的军队。不，您只要看到他们的人骑的马，您就知道了。怎么？我可以用我最尊贵的胡子向您发誓，比起花剌子模战士的突厥蛮马，他们骑的简直那就是兔子。告诉我，成吉思汗在干什么？他对商队的事情非常生气，不过他的诺言们更为愤怒，所以才派使团来要回凶手，平复诺言们的愤怒。诺言是什么？我刚才说过，就像我们的伯克，就是蒙古的王公和将领们。成吉思汗没想打仗吗？想啊，不过他在南边打金国，在西边打西辽，西夏国也随时提醒他不可怠慢。他分不出兵力来。再说他已经快60岁的人了，如果打花剌子模，他就得骑在马上走1年半的路，中间还要经过高山戈壁。等到这儿他就散了架了，他似乎应该再年轻那么一点儿。加上今年春天下了一场暴雪，冻死了许多牲畜，那蒙古人正在挨饿呀。好吧，把那些金币赏赐给他。那是100个金巴力士。安拉呀，这么多的赏赐，伟大的苏丹，安拉的庇护永远不会离开您的。穆罕默德，为了让成吉思汗相信你，不得不让你受点委屈了。走。烧掉他们的胡子。你们要干什么？你们到底要干什么？放开我！海尔汗，你到底要干什么？你想干什么？你放开我！屈楚律这小子，仗打得不怎么样，可腿比兔子还快，又钻进呼探城了。我们已经离开家乡快2年了，要啃下这块骨头，少说还得半年。不知道又有多少人回不去家了。未必如此啊。屈楚律慌不择路，误入歧途，死期不远了。你是算命的方式呢，还是跳神的萨满？屈楚律逼着这个城里的伊斯兰教徒改信屈楚律信奉的景教，或者改信浑乎皇后信奉的偶像教。那些穆斯林们不肯顺从，他们便把教长钉在伊斯兰教学院的大门上，而且让兵士们一人住进一户教民的家里，奸淫掠夺的事时有发生。失民心者失天下，这个屈楚律已经走上绝路了。那又怎么样？回去吧，晚上我自有道理。走，走。成吉思汗的国家里，有讲7种语言的臣民，有信6种宗教的百姓。蒙古人说，每个人都可以有自己的信仰，可以保持自己祖先留下的规矩。蒙古人的存在真是一种慈悲，是一种神人般的仁爱。他们是来除掉撒旦驱除律的，绝不侵害呼探城的百姓。那还等什么？先杀了在我们家里无恶不作的异教徒，再打开城门，放进蒙古人。杀他们！
边杀进城来了。什么？这边杀进城来了？国王，我怎么办？国王，你要干什么？我要你为我保持贞洁。别动！拿住！你就是驱逐律？来啊！把他的腿给我剁了！是。慢着，把他交给胡坦城的百姓们处置吧。快走！走！让城里的蒙古兵全部撤出城，不派兵守城。这些穆斯林会替我们守城的。伟大的苏丹陛下，正如蒙古使者所说，蒙古人有一支军队，正从东边杀来，占领了西辽国许多城池，西辽国恐怕是朝不保夕了。苏丹陛下，唇亡则齿寒，我们不应该坐视不救。难道你忘了上次驱除力被蒙的事了吗？对于这种小人，我们现在还有必要伸出救援之手吗？不，绝不。可是从另一方面考虑，我们倒是不该袖手旁观。西辽这只羔羊不应当让蒙古人吞下去的，应该全部归花剌子模所有。我还听说驱除律强迫国内的伊斯兰教民改变信仰，作为宗教的保护者。我不能不管，而且为了让所有的穆斯林知道我是唯一的信仰保护者，这次我要亲自带兵出征攻打西辽国。ikkovla saxta el bo'lib, iliq Talvi shohni bexotlashtirib to'g'ri qilibsizlar. 可是他们烧了我们2个人的胡子，胡子是我们穆斯林权利的象征，他们烧了我们的胡子，就等于剥夺了我们生存的权利呀！穆罕默德，你们是为了我才遭受这种奇耻大辱的，你们的每一根胡子，我都将要花剌子模的伯克们拿性命来偿还的。hozir chiqib oramaylar. Ulug' qog'onim, savdogarlarimizni o'ltirayotganini fuqishmaslikmi deyli, lekin bu qitim ularning elchimizni o'ltirganligi bizga urush e'lon qilganligida. Qanota, ular 2 qitim odamlarimizni o'ltiribdi. Bu qisosni olmay bo'lmaydi. Jinqoy apandini o'ltiribdi. U qog'onimiz bilan Bojin Gulining do'g'sini bilishgan to'pkor vaziri edi. Biz egri kunda qolganda u sizlar qog'onimizga bay'at qilgan. Uning o'limini mushundaqli bo'ldi qilamdik. Ulug' qog'on, men yana qo'shin tortib berib, eliqi sulton bilan qatilni tutib kelay. To'g'ri, men boray. Hammasini tutib kelib, tishlarini yulib tashlab, ondan kallasini olaylik. Qog'onata hujum qilaylik. Ulug' qog'on, bu urushni qilmay bo'lmaydi. Yana nimaga saqlaydilar? Jaba bilan Go'boyning xabarini saqlayli. Men joylarga uqtirdim. Ularning xabarini yetkazishga shaparmanlarni andirildi. Ulug' qog'on, yo'llar bu qanot tirikchilik qilish ishini hozir o'rinlashtiramdi qandaq? Yo'llar buqa. Xo'sh, sizga
2 tuman odam beray. Kunpetishlik Oltoydagi bag'rida teriqchilik qiling. Menimcha, men boshlaydigan bu urush uzunga so'zilishi ham jafoliq bo'lishi mumkin. Shunga siz boradigan joy mening ishonchli tayanchim ham oq sepim bo'ladi. Tushundim. Ben mahir mergen bo'lgandek, aql farosatimi komil bo'lgan bo'lsa, Qirg'izistonlar Jazoir qilishdan bunchalar ansirab ketmaydim. Lekin yanada ham farosatlik ham jasoratlik ko'bayur ba emasmi?先不要动，我们没有同花剌子模宣战。我先去问问他们的来意。走。来者可是花剌子模的苏丹陛下吗？不错，没有什么必要通报你的姓名了。反正无论你现在是谁，过一会儿就会像其他蒙古人一样将成为死尸的。每一次厮杀都会有人变成死尸的，士兵和苏丹都不能例外。不过，我们的成吉思汗并没有命令我们同花剌子模交战，我们是来征讨乃蛮部太阳汗的儿子屈出律的。屈出律是花剌子模的盟友，西辽是花剌子模的睦邻。你们来攻打西辽，杀死了屈出律，就是冒犯了花剌子模。告诉你们的统帅，准备用头颅赎罪吧。苏丹陛下执意要打，我们也只好奉陪了。哼！抓住他们，割下他们的耳朵，上！太阳汗，我们是征服世界的勇士，不是巴格达窃贼。扎兰丁，你已经不是王储了，不要来教训我。算了，你们的火气还是向蒙古人发泄吧。左军右军散开，今天连一个给成吉思汗报丧的蒙古人也不必留下。可以开始了，啊！孩子们，花剌子模苏丹给我们带来了不少甘蔗、甜点心、葡萄干、瓜干，还有你们从来也没有见过的香蕉、菠萝、伊拉克枣。走吧，开开眼，去尝一尝吧。
将军，这样下去，非让他们吃掉不可。这些高鼻子的人挺难对付，郭将军怎么办？用成吉思汗的掏心法，先攻打他们的两翼，等中间撕开口子，直取他们中军。好办法，孩子们，给我上！怎么会这样？怎么会这样？挡住！挡住！给我挡住！孩子们，撤吧！不要给他们纠缠！追上蒙古人，不要让他们跑掉！别追了，他们是狡猾的异教徒，等后续部队上来再教训他们吧。花剌子模，这算什么？回去禀告成吉思汗吧。等成吉思汗发令让我打回来的时候，我一定要活捉那个爱吃甜食的骄傲的公山羊麦克莫苏丹。对，撤，走。智费尼所著的《世界征服者史》一书中，在谈到花剌子模苏丹接二连三的愚蠢而狂妄的行为时说：“谁要是种下枯苗，谁就无收获。可是谁要是种……”Undaq bo'lsa, kuchlik rost o'libdi-da. Hozir uning jasadini chilbirlar yeb bo'lganda. Qaraqitanga qo'shnilarning qo'shni bilan to'qilishib qoldinglar-ku deyman, ha? Ha, kelinglar, yuqoriga chiqib o'tiringlar. Qandaqkan? Demakchimanki, ular kuchlikmikan, ha? Ancha kuchlikda qilmaydi. Sanığın qaboyi, sizcha? Ularni nayt kuchlik deyishga bo'ladi. Agar biz sizning ulug' qog'onimizning urush usullarini qo'llanmagan bo'lsak, qaytib kelmaydik. Qog'onim, sizlar bizga qo'mondonlik qilsa, har qanday qo'shin yengmay qolmaymiz. Bo'ladi. Qilichimizni sug'urib turib, umut hamlar bilan so'zlashgan chor keldi. Hammani oyoqlanishinglar. Hozirning o'zidilar. Qurultay ochiman. Xo'p. Milodiy 1219-yili 4-oyda beguna o'ldirilgan savdogar va elchilarning qisosini olish uchun Chingizxon O'min daryosi bo'yidagi ovulida inilari, o'g'illari, sarkardalarni yig'ib, yuqori darajalik sarkardalar yig'ini, ya'ni qurultay ochdi. O'tiringlar. Ahvolni hammanglar uqdilar. Bu ulug' Mo'g'ullarning shon sharafi va armonasi, g'olibiyati va mag'lubiyatiga munosabatli cho'ng ish. Qani depinglar? Urushamdiq, aplishamdiq yoki taslim bo'lamdiq? Urushaylik. Oltin uruqning avlodlari urushda o'lsa o'ladiki, hargiz taslim bo'lmaydi. To'g'ri. Endi boshqa yo'l qolmadi. Qilishimiz bilan Mo'g'ullarning g'ururini isbotlaymiz. To'g'ri. O'g'ni seriq bo'lgani bilan qinimiz o'xshashlik qizil. Xorazmliklar nurg'un odamlarimizni vahshiylarcha o'ldirib etdi. Biz chiqim ularga buning uchun bedel to'ltimiz. Qog'on ota, ular elchilarimizning kallasini olgankan, ularga tegishli jazo berib, yo'lsizlik bilan tergan balasini ta'mini o'ziga tutib qo'yaylik. Qog'on ota, sizlar yashinib qoldilar. Onun daryosi bo'yida bizning zafar xabarimizni kutganlar. Yo'q. Men sizlarga boshchilik qilib, Ko'ktangning jazosini o'sha eskilarning beshiga yog'diraman. Chingizxon! Yaxshi. 4-yilim Temurga, 3-Qumchoy Alapika. Qog'on ota. Shikolar ulug' Mo'g'ul xonlarining ishlariga rioya qilsizlar. Men ko'mpatishga yurish qilgan mezgilda yayloqni obdan qo'llab, orduni saqlash uchun 3 minut uchun elchilik qoldiraman. Xo'p. Inalarim,
O'g'illarim, jiyanlarim va tuman tutun, ming tutunlar men bilan kun petishga otlanadi. Qulon xotin sap bilan yurish qilib, qo'shinga g'amxo'rlik qiladi va olimdan xabar oladi. Bo'rta bilan boshqa xotinlar o'rdida qoladi. Atiganlik saharda tuqqi nazr berib otlanamiz. Xo'p! Ulug' qag'an. Ulug' qag'an, to'qallarning deydigan gapi bor edi. Ha, o'ltiringlar. Turing. Qani ayting. Ulug' qag'an, bu jahonda mangulik yashaydigan maxluqot yo'q. Sizlar yashinib qoldilar. Bu qitim tog'davonlardan eshib, daryo iqinlarni kechib, bo'ron chapqin qarshi urg'anlar qarma yiroq yurish qilib qilish shamshar o'qnayzdagi tavakkul qildikanlar. Navoda qarg'aydagi adlar tuyg'usiz yiqilsa tasarruflardagi shuncha nurg'un qavm budolarini kim boshqara? Yesi, ulug' qag'anning o'limini tilavatamiz. Ulug' qag'an, Archam gapni o'ngshab qilamaydi. Uni kechirgaylar. Ulug' qag'an, menimcha Yasui xotin gapini qilib olgandan keyin jazoga tassilimi kechikmaydilar. U zaharxandalik bilan ulug' qag'anni yana qog'isinmi? Bu tatar xotinning Chingiz qog'onimizni qog'ishiga yo'l qo'ymayman. Men baytog'isi bo'lgan odamni ot chaptirib o'qizalaydigan tursam, ulug' qag'on cho'qim uzun umr ko'rmay qoladimi? Chingiz qog'on uzun umr ko'rgaylar. To'g'ri, Chingiz qog'on uzun umr ko'rgaylar. Uzun umr ko'rgaylar. Yadalloh. Labay. Ko'k ta'mirning madad iltifoti bilan yashayapsan. Acaba bir ayolning qog'ishi ketadimi bu? Yasui, gapimizni qiling. Ulug' qag'an, menimcha mangu qiyirmaydigan odam yo'q. Faqat ko'k ta'mirlar mangu qiyirmaydi. Ulug' qag'on mangu qiyirmaydi. To'g'ri, Chingiz qog'on mangu qiyirmaydi. Ulug' qag'an, sizlar bu qitim mush yoshga kirganda shuncha yiroqqa uzun yillik yurishga otinyotadilar. Keyingi ishlarni o'ylashmaymi bo'lmaydi. Safarga chiqishdan ilgari o'g'illar orasidan taxt varisini belgilab qo'ygaylar. Inlari, o'g'illari, albodimlari va bizdek arzimas xizmatkorlari ko'ngillardagini bilib qolaylik. Yo'lliq Jusay, siz qanday qaraysiz? Hanzular taxt varisi belgilashga elning muhim ish qatorida e'tibor berdi. Yasui mazlum kishi bo'lgani bilan deganlari bizdek saqqol burtliq erlarni xijolatchilik qo'ydi. Bo'g'irchi, sen-chi? Menimcha taxt varisini belgilash muhim ish. Baldiroq belgilab qo'ygan tuzukniki. Yiroqni ko'zlashda Yasui xotinning qo'liga suv quyib beramaydi ekanman. Yasui xotin, bo'ldi, o'tiring. Ulug' qag'an g'ashqallar. Ehtimol Yasui xotinning deganlarim o'rinliqdi. Buni qag'onliq degili bo'lmaydi. Men mangu qiyirmay uzun umr ko'rsamkan deyman. Lekin choshlarim yana oqirib ketdi. Kun petishga yurish qilish safarimda rost yetib qolamdimi yo'q, buningga bir nima deyolmayman. Nima ish qilaysizlar? Ot ustida o'lish Mo'ng'ul botirlarining sharifi. Taxt varisi kelsak, men ota-bobomning taxtiga varis qilmay, o'zimga tayinib jon so'rab kelgashga bu ishga beparvolik qilibman. Ulug' qag'an, menimcha Yasui ochamning deganlari yo'lliq. Biroq taxt varis belgilash muhim ish. Cho'qim urushlarda katta xizmatlarni ko'rsatgan o'z pushtlaridan bo'lgan o'g'illarni belgilash kerak. Mening o'g'lim pek narsida ham urushlarni ko'rib baxmadi. Shunxonish bo'rtlarning 4 nafar azimat o'g'li orasidan ulug' xalqning varis tanlansa deb qarayman. Yaxshi, taklifni qabul qildim. Jo'chi, sen cho'ng o'g'lim, deb baqa, bu ishni qandoq belgilasak bo'ladi? Xonata. Jo'chidan ovoz so'rayotganlar, sizlar jahonni markazda yurtib deb bu haramzadni tutqizib qo'ymoqchimi? Ha? Sen bu nima deganim? Xon otam azalda menga boshqa qarashib bo'lmadi. Otam bilan onam menga boshqa qarmag'ayda, sen nimaga asoslanib meni markazda yurtib deb olgan haramzad deysan? Tug'ilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan odam menga debmagan. Kim? Sana deyishimning hojati yo'q. Unda qolsa o'zing topgan gap. Men ovulimizda yuzida totiq bir odamni ko'rgan. Shu odam sening o'z dadang.
Çağatay suvanın ışık ağzına kelgeni çöydüme. Çağatay, bu digenlerim için bedel dürese. Emiskile, sen de kokattın mı? Nimeğe şıltalatsa? Kısını şayli, mini yılanırsa keni. Kısını aşmayman, mergellikte besli şayli. Nime çıksa bile mergellikte besli gerek mi? Onda koysa can tikişeyle, kim yılansa yerden ben götürür müsün? Sendek salayet yok, merkit bilen can tikişmeyme. Bana! Onu tut! Kağan ata. Çağatay'a Curçin'i kim Merkit'nin oğlu dedi? Hı? Kim biledi o? Et ola! Ben bilemem. Camoqa, Aldulla bir nevr akaları kuşarını Çağatay'a şundak deyişki kuturatqa. Çağatay, resma? Ras. Kuchar öşmellik bilen ölümünü tilediğen çil böyle. Onun pitneye qataqatqa zəhərlik tilini baldırak kisvetmeyle pişayman kılmadı ben. Çağatay Xanzade, ben gelme Subutay Kublayla qalğan atağınızға pana tatip kelgende, aylanlardaki tınığı bak koy itlarını öz içi qalğan canavarlar ne cüzgün yetmekti. Biz hazır oylasaq mı tenimiz joğuldaydıgan hiliq kelişmeslikti, öz gözümüzle köge. Rastaydı. Danışman apağızı ulap bulap ketken hiliq pajelik uruş mana muşundaq davasız kelişmesini payda qıqan. Çağatay Xanzade, düşmanның pişti pasattırğı işinip kettiniz mi? Ağzınızı kelgeni desiniz, mehriban Aqgül'ün anınızға qandaq yüz kileleysiz. Siz toğulgan küni, men ulu qağanның yeni dittim. Camoqanның nesliniz toğrısında tuncu qittim tuğumdan tük ündürüp degen geplerini men ağlagan. Oylap bekin, ulu qağanғы öşmellik kılıdığan liki adam. Arazçılık payda qılıp, ulu qağanның sizge başqışı qarşını arzu qılıdı. Muşundaq geplerimi işinemsiz. Ya to'ruqdan bo'lish suftim bilan gepim eg'ir ketishi mumkin. Çağatay Xanzade, hammaylarning oldida onamizda ömür bo'yi hasrat qo'ydigan gaplarni hargiz tilga olmasligingiz kerak edi. Ah kök tamirim. Ömrümde tatkan det elemle azmetti. 60 neçini kirdim. Beni yanımı şundak cazalam sen. Yenge, ana. Özümgi yandı. Kanata, hatalığımla tanıdım, günahımla tanıdım. Ana, boğum çıtığımla Çağatay akamga nasiyet kıldı o. Allah bilge, ne ölü vallahi. Ana, yoklan gitmekimizsiniz. Ana. Merkitle bulap ketgende. Ölüp kessem mi boptu ki? Ana. Ana. Çıkıp gidin la. Aka. Ben salon turupmu küçük anam Timolundan digenlerini ağlıgın. Han attan el kuruştun ilgiri anam bayashib Qo'ng'irot qabilasini yatliq bo'lganken. Han attan bilan hayat mamatni birga bo'lib, Japanimni halovatdan tang ko'rib, yangilik qarmagan, alkavalik qilmagan, yengim yostiq etigim yotgan, ochitlanan yildizni oziqlik qilib, o'zi asirin yursulu, bizni ashyalash qo'ymay cho'nqagan. Bularni sizlar akalarim menandimi obdan bilgan turuqliq. Yana nimishqa onamning ko'ngliga asar bersizlar. Ana, ko'nglingizni buzma, aytmanda. Ana, men o'g'ilni cho'g'i turib, o'g'illik mehri bilan ko'nglingizni avundirmoqda yo'q. Aksicha, taxt tanish Chag'atay bilan yaqinlashdi. Kutgan umidingizni yerga qo'ydim. Xatolik menda. Ana, gunohingni tilayman. Ana, achchig'ingiz ishingizga patmayotgan bo'lsa, bizni urib alamingizni chiqarib bering. Ana, o'tirib qolish yig'ilmasangiz-chi? Ana, akalarim xatolig'ini to'nadi. Bo'ldi, endi ularni kechirmaydim. Bundan keyin o'zaro talash tortish qilmanglar. Bo'ladi. Bo'ladi ana. Undaq bo'lsa, xon otanglarning oldiga berib, bu so'ranglar. Ma'qul ana.
成吉思汗是信奉长生天的，而对于信奉耶稣的、安拉的、佛祖的、太上老君的、孔夫子的、老天爷的人全无成见。他从来没有因为信仰的不同而进行过宗教战争。他攻打花剌子模，纯然是两个主权国家用武力来解决政治争端的战争。